Assalomu alaykum Vodius kanalining ashaddiy obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-uka, do'st birodarlar. Obunachilar, Xudo xolasa bugungi kun erta tong barchamizga fayzli va barakotli bo'lsin. Xudo xohlasa, akalar, biz bugun Namangan Uychi mol bozoridamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xolasa yirik novvoslar qatoridamiz. Qo'limizdan kelgancha akalar narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Sotilgan mollarimizni, olingan, baraka bo'layotgan mollarimizni narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Bugun haftaning chorshanba kuni 1-iyun 2026-yil akalar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishda davom etasizlar akalar. Jonivorlar yaxshi novvoslar kelgan ekan. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Videoda kamchilik xatolar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz akalar. Bismillahirrohmanirrohim deya akalar, Xudo xolasa biz videoroligimizni boshladik. Jonivorlar bir qator ko'rsatib o'taman akalar. Egalari bor. Jonivorlar chiroyli zo'rlaridan kelgan ekan mana. Maza qilib boqadigan. Aka, bu sizlardan nech puldan deyapsizlar bularni? Aka, bu yerda hop 20 milliondan boshlab 33 milliongacha bor. Qayerdan qayergacha sizga aka? Shuni oldidan aka, mana aka. Bu yog'i boshi ekan. Hop, 20 milliondan boshlab 33 milliongacha bor aka. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, 20 milliondan boshlab 33 million so'mgacha bor ekan. Joning sog' bo'lganlar, maza qilib boqadiganlardan. Tumshuq quloq shu. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa qiziqqanlarga akamiz nomerlarini qo'yib ketsak, telefon qilib, maza qilib savdoni qilib aka, Xudo xolasa eshitib o'tiraverasizlar. Mana yirigidan so'raganlarga mana bu yerda yirik variantlaridan ham bor ekan. Qarang. Voy jonivorlar. Mashalloh deb like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar aka. Bu tarafda mana yana davomi. Voy jonivorlar. Mana aka, bu xolasa toza shvedlaridanmi? Oyoq qo'llarini polvonligiga ham alohida e'tibor berib ketasizlar aka. Ko'ring. Joning sog' bo'lganlar. Hozir akamiz nomerlarini qo'yib ketishga harakat qilamiz. Aka, qiziqqanlarga telefon nomer qo'yib ketamizmi? Ayting aka. 97lik. 97lik 172 172 81 nomerlariga Xudo xolasa telefon qilsangiz, akamizdan yana bir qator ma'lumotlarni olib, chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar akalar. Qarang, zo'rlar jonivorlar. Aka, sizga rahmat, bozoringizni bersin aka. Joning sog' bo'lganlar ko'ring. Aka, oldingiz buni? Nech pul oldi? 65 mingdan 5 kilo. Hop, 65 ming so'mdan Xudo xolasa taroziga 5 kilo skidkaga baraka bo'libdi. Bo'ldimi o'rtoq? Voy jonivor, o'g'il. Molni kengligini ko'ring, yelkalar bilan belini. Voy joning sog' bo'lsin. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Maza qilagan, shuni o'ylayman. Boqqan odamga ham rahmat lekin shunday qilib. Hop, egalari borlarni akalar Xudo xolasa narx-navosini yoritib berib ketishga harakat qilamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar Xudo xolasa inshaalloh. Joning sog' bo'lsin. Maza qilib boqadiganlarga qarang. Ishqosidga mana bu yerda akalar Avlikol, Semental qo'larimiz ham bor ekan. Xudo xolasa hozir bularni ham narx-navosini akamiz o'zlaridan qiziqib ko'ramiz. Aka, sizdanmi bular? Sizda emasmi? Narxini bilmadingizmi? Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana shu 5 ta buqamiz 35 million so'mdan savdo bo'layotgan qarang. 35 million so'mdan.
Yaxshi narsalar ekan lekin bu ko'ring. Maza qilib boqadiganlardan. Mana bu yerlarni bilmayman endi. Kattalari qanaqa ekan. Obunachilar xudo xolasa bu uchalasi baraka bo'libdi. Mana shu 3 ta kallasi ko'rinib turganlar. 150 million so'mga. Oyoq qo'llarni ham polvonligini ko'ring mollarda. Juda zo'r narsalar ekan lekin. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Ay jonivor mo'g'al, yirakligini ko'ring molni. Yelka qismlarini qarang. Mana bularni ko'ring. Ay jonivorlar. 150 million so'm. Bo'ylari ham o'sha 125, 130. 130 plus ham shekilli bular. Buni yotqani juda katta ekan, endi buni turg'izgan endi egalari ruxsat berishmadi. Turg'izib ko'rsatamiz desak, lekin juda eng yirigi shu ekan. Mana qarang. Shu tozalardan ekanda, mana kellani kattaligini ham ko'ring. Jonivorlar ko'rin aka. Вообще udorlardan, zo'rlardan. Shu vest ko'ring. Bu molamiz akalar egalari to'g'risi egalarni topolmayapmiz. Egalar yo'q shekilli. Aka bular sizlardanmi? Necha puldan deyapsizlar bular? 25 milliondan 30 million so'mgacha bor ekan jonivorlar. O'g'ri. 25 milliondan 30 milliongacha. Navbatdagi buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Akalar juda ko'p molimizda egalarni topolmayapmiz, lekin masalan qiziqqan akalarimizga bir tomosha orda chiqarib ko'rib o'tirgan jonivorlar. Semizligini ko'ring bularni. Mana bularni ko'ring jonivorlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar aka, endi to'g'risi narxini so'raymiz, egalar juda ko'pini egalarni topolmayapmiz. Juda ko'pini egalari yo'q. Akalar navbatdagi buqamiz xudo xolasa savdo bo'layotgan yeridan ushlab oldik hozir. 41 million 500 ming so'mga savdo qilishyapti ekan mana shu buqachamizda. Jonivorni ko'ring. 41 million 500 ming so'mga sotilmayapti ekan hozir. Xudo xolasa yiriklardan yanada ko'rsatishda davom etamiz akalar mana. Maza qilib. Sigaret. Mana bu mollar ko'ring. Nechpul aytyapsiz aka novoz? Sizgami? Novoz nechpul aytyapsiz? 70 million. Nima bergansiz aka bu mollarga? Shuncha smetlar bunaqasini ko'rmagandim. Nima berib boqqansiz aka? Ustoz Fozilus. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Molni ko'ring kattaligini. Bozor aka bozor beryapti. 60 mingdan savdosi bo'lyapti. Aytilayotgan narx qancha? 65 ming. Bir ton moshi. 65 ming kam bor. 65 mingdan taroziga kami bor deyapti akalar. Bir ton oshiq ekan jonivorlar. Navbatdagi buqamizni ko'rsatishda davom etamiz. Alloh xolasa. Molni kattaligini ham ko'ring jonivorni. Navbatdagi buqamiz akalar Alloh xolasa mana bu gigant buqani ko'ring jonivorni. Rossiyskiy parodasiga mansub aka. Aka buni nech pul deyapsiz? 42. 42 million so'm kami bor deyishyapti hurmatli obunachilar mana. Mol yirikligini ham ko'ring.
Aka savdosi necha pul oldi savdo qilishdi? Hali savdo qilishgan. 42 million so'm kami bor deyaptilar. Hali savdosi bo'lmabdi akalar. Jonivor. Juda yirik narsa ekan. Uzoqroqdan olsangiz ham baribir kameraga to'lib qolyapti bu. Ishcha uzoqlashtirib olyapmiz mana akalar, qo'limizdan kelgancha. Lekin juda yirik narsa ekan, katta. Xolasa aka. Aka bu sotildimi? Nech pul deyapsiz buni? Buni 38 beramiz. Xo'p, akalar xudo xolasa 38 million so'm kami bor deyapti. Molimizni oyoq qo'llari ham juda polvon ekan. Qo'shlarni ham ko'ring. 38 million so'm kami bor deyapti. Vodi yuz aka. Albatta bu qamiz savdo bo'lyapti hozir. Nech pul savdo bo'lyapti aka bu? Yo. Nech pul savdo bo'lyapti hozir? Tushunmayapman beram deyishyapti. Mana akalar. Bozorda akalar hayvon ko'p. Savdo avjida bo'yapti. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xolasa qo'limizdan kelgancha narx-navolarni yoritib berishga harakat qilyapmiz aka. Aka bu nech pul savdo bo'lyapti? 31,5. 31 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti mana shu polvonimiz o'zi. Polvonligini ham juda yillar narsa ekan lekin. Hurmatli fuqarolar, bozor hududidan tashqarida o'rnatilgan tarazlardan turli e'tirozlar kelib chiqmoqda. 31 million 500 ming so'mga berishmayapti ekan akalar. Qo'ylar uchun bozor ma'muriyati javob bermaydi. Hurmatli fuqarolar, bozor hududida uyga aparat olib keltirib, Bu ipakanayu lekin yillar narsa ekan. uyga aparat tarazı Xolasa inshaalloh. Hurmatli fuqarolar, bozor hududida Mana bu yerda yana bir buqamiz. Aka nech pul deyapsiz buni? 37 million so'm kami bor deyishyapti ekan. Polvonni ko'ring, jonivorni. Savdosi nech pul oldi aka? Ha, savdo qilishyaptimi? Akalar savdo qilishyapti ekan, savdosi qiziqib ko'ramiz. Bu qarang, voy jonivor. Polvonligini ko'ringmi? Tog'a nech pul savdo bo'lyapti? 32 million so'm pul beryapti ekanlar. Olimjon, buni xizmatingizga ehtiyoj shart. Ana atrofingizda odam qolmadi-ku. Tog'a nech pul berdingiz bunga? 64 dan taroziga. Xo'p, 64 ming so'mdan mana shu buqamizni taroziga so'rashyapti ekan, hurmatli obunachilar mana. 64 ming so'mdan. Hamma qancha? 32 ming. Buni favza qilmasdan ko'rsatib ketaveramiz akalar, yo'limizdan chiqqanda xudo xolasa. Imkon boricha shu narxini aytayotgan akalarimizdan olishga harakat qilamiz. Mayda bozorda unchalik savdo yo'q, obunachilar, lekin yirik novvosda savdo bor ekan. Aka, nech pul savdo bo'lyapti bu? 30 million so'm pul beryapti ekanlar akamiz mana shu molimizga. 30 million so'm. O'g'ay, ay jonivor. 30 million so'mga berishmayapti ekan shu muqamimizda. Mana bu yerda yana bir navbatdagi shved buqamiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? 35 million so'm kami bor deyapti bu. Oyoq qo'llari ham lekin juda polvon ekan lekin. Bo'ldi aka. Bo'ldi, uzunlik holatini ham ko'ring. Jonivor. Nech pul oldi bu? Voy, cho'ring sog'. Aka, savdosi nech pul oldi bunisini? 30 million 500 ming bo'lishdi. Xo'p, akalar savdosi 30 million 500 ming so'm savdo qilishib berishmayapti ekan. Molni ko'ring, 50ligini ham ko'ring, jonivor. Sifati ham zo'r ekan lekin.
Mana bu yerda sherigi bor ekan buni. Bunisini nech pul deyapsiz aka? Aka bu ham 35-29 millionga chiqdi, bermadi. Xo'p, akalar narxi bir xil ekan, savdosida lekin farqi bor ekan. Bunisini 29 million 500 ming so'm savdo qilishdi buni. Polvonni. Buni ko'ring. Voy jonivor. Boqqanga ham rahmat, lekin dehqon akalamizga mana endi qilib boqib qo'yisham, lekin oson emas to'g'risiga. Buni qarang. Sabr qanoat kerak bunaqa qilib boqish uchun lekin. Ay jonivor. Buni qarang. Hali buzak ekan. Qirg'iziston moli vaqt ko'rgan odam akalarimiz, obunachilarimiz o'zlari bilishadi. Baribir Qirg'iziston xos, bari boshqacha-da. Kilaga ham yaxshi keladi bu. Aka buni nech pul deyapsiz? 28. 28 million so'm kami bor deyapti yigitlar, kelaman. Savdosi nech pul oldi? 300 ming kami 25. Xo'p, savdosi 24 million 700 ming so'm savdo bo'libdi, berishmayapti. Hurmatli obunachilar mana. 24 million 700 ming so'm. Jonivor. Hozir boshlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana. Ay jonivor. Mana bu kelasi hozir ko'rsatgan sheriklarimiz. 30 million 500 ming, 29 million 500 ming, 24 million 700 ming so'm savdo bo'ldi. Berishmayapti. Navbatdagi buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz obunachilar. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Aka nech pul deyapsiz buni? Savdosi nech pul oldi aka? 26 million 500 ming so'm savdo qilishdi akalar mana shu qojamizda. Molimiz uzunligi ham juda uzun ekan, qarang. Voy jonivor. Rasa boqadigan narsa ekan bu. Oq quloq, oq tumshuq. Hali buzak ekan. Qarang, orqa boshlarini ham. Orqa boshlari ham kenggina narsa ekan. Nasa qilib boqadigan. Navbatdagi buqamiz. Aka nech pul deyapsiz buni? 30 million so'm kami bor deyishyapti akalar mana. Navbatdagisi. Bunisi ham juda uzun ekan lekin. Savdosi nech pul oldi buni? Xo'p, savdosi 26 million savdo bo'libdi. 26 million so'mga berishmayapti obunachilar. 26 million so'm. Endi orqasini o'tib ko'rsatayotgani, endi orqasini mo'ralamiz to'sib qo'ydi. 26 million so'mga berishmayapti. Aka nech pul deyapsiz buni? 35 million so'm kami bor deyapti. Olib barobar qilamiz. Jonivor. Savdosi nech pul oldi aka? Xo'p, savdosi akalar 30 million 500 ming so'm savdo bo'lib berishmayapti. 30 million 500 ming so'm. Jonivor, yaxshi narsalar ekan lekin. Xursandmisiz? Aka, Molimiz savdo bo'lyapti hozir. Chiqamiz. Nech pul savdo bo'lyapti og'a? 25 ga. Xo'p, akalar 25 million 500 ming so'm savdo bo'layotgan majbur qilamiz. 25 million 500 ming so'm. Navbatdagi buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Jonivor. Aka nech pul deyapsiz polvonni? 45 million kami bor deyapti, akam qarang. Jonivor. Haliga arablarda otiga o'xsharkan ona qarang. Joning sog' bo'lgan. Bo'ylari ham 1.40-1.45 atrofida chiqsa kerak. Juda yirik narsa ekan. Oyoqlarini ham polvonligini ko'ring. Savdo bo'ldimi aka? Hali savdo bo'lgan.
Hali savdo bo'lgan yo'q ekan, lekin so'ra ekan bu qarang. 45 million kami bor. Zarurat paytda uloqqa kirib ketsa ham bo'lar ekanda, mana jam javobdan ketdi ekan bu qarang. Oyoq qo'llarni ham polvonligiga alohida e'tibor berasizlar ekan molimizda. 45 million kam bor deyapti, hali savdo qilishmabdi. Yana bir marta takrorlab o'tib ketyapmiz. Bitta gapni takrorlayman deb bir akamiz yozib qo'yibdilar kommentariyaga. Endi akalar nima deydi? Endi eshitmay qoladigan akalarimiz bor-da, ya'ni eshitmay qolishi mumkin. O'shaning uchun bir ikki marta ba'zi bir payt takrorlab qo'yyapmiz. Aytib yurmaysizlar ekan. To'g'ri, nech qilyapsiz buni? 30 million. 30 million so'm kami bor deyapti. Shvets paroda. Oq quloq, oq tumshuq. Bo'ldi, bo'yni ham juda katta bo'lgan. O qarang, orqa boshlari ham, polvonligi ham, illiligini ham ko'ring molda. Yaxshi narsa ekan. Savdosi nech pul oldi tog'a buni? Xo'p, savdosi obunachilar 26 million 500 ming so'mga berishmayapti. 26 million 500 ming so'm. Bozoringizni bersin tog'a. Rahmat. Aka nech pul deyapsiz shu yerda? 38. 38. Intertagilar ham sizdanmi? Savdo qilyapti. Sotildimi ular? Savdo qilishyapti. Ha, savdo qilishyapti. Nech pul qilishyapti kelasizmi? 68. 68. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi buqalarimiz xudo xolasa, xo'p, 38 million so'm kami bor deyaptilar bu qarang. Janivar. Toza o'sha oq quloq, oq tumshuq shvet, mana tozasidan xudo xolasa inshaalloh. Oyoq qo'llari ham polvonli. Tuyog'ini ham ko'ring. Mana toza stakan tuyog'i ekan. 38 million kami bor deyishyapti hozir. Jonivorni ko'ring. Xo'p, mana bu ikkala buqamizni savdo qilishyapti ekan. 68 million so'mga. Jonivorlar ko'ring. Yaxshi niyat qilib, akalar kommentariyaga niyat qildim, Alloh taolo o'zi yetkazsin dinlar. Barcha-barchamizda aka o'g'limizda kamida 10 tadan bo'lsin, ha, inshaalloh. Kamida. Aka bu shvetni nech pul so'rashdi? Aka, hozir so'ragan. Ha, hali so'ragan. Bo'ldi. 32 bo'lyapti. Bo'ldi. Xo'p, akalar buni hozir olib kelishdi, 30-32 million so'm savdo qilishyapti ekan hozir bunisini. Jonivorlar, lekin yaxshi narsa ekan. Mana bu yerda bir rossiyskiy katta yirik buqamiz bor ekan akalar. Jonivorlar ko'ring. Joni sog'ligi, haqiqiy yirik narsa ekan. Bo'ylari ham 150, 160 atrofida bo'lsa kerak bu molimizda ham. Jonivorlar bo'lgan. Aka sizdanmi bu? Nech pul deyapsiz buni? 55 million. 55 million deyishyapti. Savdo bo'ldimi aka bu? Nech pul savdo qilishding balans tog'a? 41 ga berib yaptilar. 42? 41 ga. 41 ga. Voy jonivor. 41 million so'mga berishmayapti. Voy. Jonivor. Ha. 41 million so'mga berishmayapti akalar. 55 million so'm kami bor deyishyapti, qarang. Jonivorlar. Bozorda mollarimiz ko'p, akalar to'g'risi ko'pchilik narxini aytmayapti. Yo'qsa videoga olmayapti, bilmayman, uyolishyaptimi. O'g'illik qilishmagandan keyin, ish qilishmagandan keyin nimaga uyolishadi bilmayman. Juda ko'pchilik oldirg'isi kelmayapti. Ya, narxini aytmayapti. Olmay qo'yaver deyishyapti. Bunaqa sudaydi. Xullas biz bezbetlarcha baribir olaveramiz. Orqa tarafdan kelib bo'lsa ham. Akalar 55 million so'm kam bor deyapti. Hozir 41 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, xudo xolasa. Chiroyli zo'rlarni sizlar uchun taqdim etishdan biz charchamaymiz, to'xtamaymiz. Aka nechta savdo bo'lyapti? Nech pul? 24 million 300 ming so'm shu birinchidagi bo'g'ajamiz savdo bo'lyapti ekan. Ikkalasiga 49,5. Chupiga 49 million 500 ming so'm berishyapti ekan. Aka. Ay jonivor. İşte boşlukla 65 milyon.
Lan bolokan. Nechtasi aka? Listesi. 5tasi. Voy. Yettitasi. Ha, 7tasi. Voy jonivorlar. 64500 so'mdan akalar 7tasini hozir savdo qilyaptilar bir akamiz. Olan. 64500 so'm. Bo'lsa tavakkal. Mana shu uchalasi-yu, hozir u tarafdagi shirinlarni ko'rsatamiz. Lan bolokan. Mana sherihlar akalar. 4-inchisi, 5-inchisi, 6-inchisi, u tarafda 7-inchisi. 64500 so'mdan bermadilar hozir akamiz. Xudolik. Mana bu 7-inchisi mana. Hop, endi nima deymiz? Obunachilar Alloh xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Videoda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayibga buyurmaysizlar videoda kamchilik xatolar uchun. Alloh xolasa endi kichikroq buqalardan ham ko'rsatishga, kichik buqa qatoriga o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biz yuklab borayotgan videolarimizni eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar akalar.